Narx-navolarni hammasini tanishtirib o'tirishga qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. 3-paketli 90 litrli gaz ballon bilan skidkadagi narxni olib qo'yganmiz. Cobalt mashinasi Jizzaxdan kelgan. Bu yoqda Hyundai Elantra mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 65 litrlik 4-paketli edi. Skidkadagi narxlarda so'ni qilib beryapmiz. 4 qo'ysangiz ham bo'ladi, 3 qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkalasiga ham ideal ishlab beradi, masala bo'lmaydi. Metanni propan qildirmoqchi bo'lsalar, metan ballonlarini olib qolib, yili agar 2020 dan baland bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'm ayitsiya beradi. Ko'pchilik metan qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi degan savollar ko'p bo'lyapti. Orqa qismiga 30 litrlikdan 3 ta terib berganmiz. Xudo xolasa zapaskasiga, bitta no tarafi zapaskasiga joy bo'lmaydi. Skratimiz ancha bo'shab qoldi. Endi metan ochildi, metanni yetkazib bo'lmayapti, to'g'risini aytsam. Ustani o'zini tavsiyasi qanday? Misol, qanaqa miyalar tavsiya qiladi? Ikkalasi ham Polshani ko'rinishida, lekin bittasi Xitoy, bunisi orqasida umuman farqi yo'q. Orqasida umuman farqi yo'q. Bunisi Xitoy, bunisi original. Shuni podeshka qilishlaringizni, like bosishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa bundan ham qiziqroq kontentlar olishga, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun Stak 191 metan ustonaga kelganmiz. Ustaxonasiga. Assalomu alaykum. Qani bugun nima qanaqa mashinalar qo'yapsizlar? Qanchadan narx haqida bir ma'lumot berasiz? Narx-navolarni hammasini tanishtirib o'tirishga qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Bu yoqda Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz aka. Nechinchi pokoleniya? Qanaqa zapchastlar bilan? Bunga 3-paketli, 3-paketli 90 litrli gaz ballon bilan skidkadagi narxni olib qo'yganmiz. Cobalt mashinasi Jizzaxdan kelgan. Bu mashinamizga ustanovkamiz narxi bir yo'la narxini ham tanishtirib o'tib ketaveramiz. Bir yo'la bittada o'tib ketaveramiz. Cobalt mashinasiga 3-paketli skidkadagi narxi 90 litrlik bilan 3 million so'mga so'rab beryapmiz. Bu yoqda ham xuddi o'shanday Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga ham 90 litrlik 3-paketli ham o'sha 3 million so'mga skidkadagi narxda qo'yilyapti. Ustakalarimiz mana avjida ishlayapti. Video bu yoqda Hyundai Elantra mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 65 litrlik 4-paketli edi. Skidkadagi narxlarda so'ni qilib beryapmiz. Bu mashinamiz Onlarga qanaqa zapchastlar qo'yapsiz, xudo xolasa mana? Bu yoqda Stak 200 Gofas polskiy miya bilan uстановка bo'lyapti. Bu originali. Nordik italyanskiy toza original reduktor qo'yib beryapmiz. Reyli ko'mrik parsumka shunday, original. Xohlagan joyiga tekshirtirib olsalar bo'ladi. Bu mashinamizga uстановkamiz narxi, skidkadagi narxi 3 million 600 ming so'mga uстановка beryapmiz. Yaxshi. Bu Spark mashinamizga bunga ham 3-paketni uстановка beryapmiz. Bu mashinamizga 65 litrlik uстановка beryapmiz. Skidkadagi narxi 2 million 400 ming so'mga tushyapti. Egalarning xohishiga ko'ra, 4 qo'ysa ham bo'ladimi bu mashinani? 4 qo'ysangiz ham bo'ladi, 3 qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkalasiga ham ideal ishlab beradi, masala bo'lmaydi. Egasini endi budjetini 4-paketni original zapchastlar bilan qanchaga tushadi misol? 4-paketli Sparkga 3 million 400 ming so'mga polniy original zapchastlari bilan 65 litrlik uстановка beramiz. Dokument, proshivka hammasi. Qarang, yana savollar bor-da. Misol uchun propan qo'yib ketdi deylik. Propan probega yoqmadi yoki nimadir bo'ldi, metanga o'tkazmoqchi. Bunga qanday? Propan ballonlarini sotib olamiz. Bu narxida sotib olamiz. Xolasa рабочий, xolasa yangi metan uстановка qilib bera olamiz. Ballonlarni sotib olib, kelishamiz-da xullas aka. Qanchaga tushishi mumkin? Agar metanda savollar bo'lyapti-da. Metanni propan qildirmoqchi bo'lsalar, metan ballonlarini olib qolib, yili agar 2020 dan baland bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'm ayitsiya beradi. Propan uстановка qilib beramiz. Agar propanlarni tashlab ketmoqchi bo'lsa, 2,5 million so'm atrofi chiqadi. 2,5 million so'mga propanni sotib olib, metan uстановка qilib beramiz. 23 dan yuqori bo'lish kerak-a? 22-23 lar atrofi bo'ladi shunday. Bu yoqda Haval mashinasini olib qo'yganmiz. Haval mashinamizga ko'pchilik metan qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi degan savollar ko'p bo'lyapti. Metan uстановка qilib beryapmiz 3 ta 30 talik bilan 4-paketda. Zapchastlarni tanishtirib o'tamiz. Zapchastlari Stak 200 Gofas polskiy miya qo'yildi. W031 parsumka, 8 karosli parsumka, zapravishlarimiz euro bo'ldi. Reduktorlarimiz X original reduktor bo'ldi. Orqasini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Kompyuter ishlarini olib boryapti hozir, xudo xolasa. Joylashlarini ko'rsatib bersangiz. Orqa qismiga 30 litrlikdan 3 ta terib berganmiz. Xudo xolasa zapaskasiga, bitta no tarafi zapaskasiga joy bo'lmaydi. Bagaj shunday holatda o'zi qoladi. Lekin idealni joylashar ekan. Joylashlari idealni bo'ladi, ha, xudo xolasa. Sharkiy sistema, qo'labora sharkiy sistema kraynik bilan uстановка qilib berdik. Qisib qolmaydi-a bular? Yo'q, bu faqat gaz beradi, oladi bo'ldi aka. Bunaqa masalasi bo'lmaydi. O'rtoqlar, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Metan propan uz kanalimizga joylayapmiz bu videoni. Yangi ochilgan kanal.
podeshka qilishlaringizni, like bosishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa bundan ham qiziqroq kontentlar olishga, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Manzilni ham tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz tak Jizzax viloyatidan kelishda Qovun bozor bor, hamma biladi. Qovun bozor, Ragatka yo'l bor. 20 talikka qarab chapga burilishadi, to'g'riga Gulistonni chekirib keladigan yo'l bor. Jizzaxdan kelaverishdi. Jizzaxdan kelaverishdi, shunday. O'sha primerno o'sha Ragatka yo'ldan 8 kilometrlar yurganda o'ng qo'lda Stag 191 yo'lni bo'yida. Avolasi endi mana bu pastdagi nomerlarga Telegramdan lokatsiya tashib beramiz. Bemalol murojaat qilaversa bo'ladi. Xo'p, mana gap isboti bilan deganlaridek, mana xudo xolasa skladga tashib yurdik. Bu yerda zapchastlarni farqlarini va balonlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, Doniyorbek, mana xudo xolasa zapchastlar farqlarini hammasini tushuntirib beraman degandingiz. Xudo xolasa gap isbot bilan degandek tushuntirib berasiz. Tak, skladimiz ancha bo'shab qoldi. Nimaga bo'shab qoldi? Endi metan ochildi, metan yetkazib bo'lmayapti, to'g'risini aytsam. Propan gaz ballonlarimizni hammasini xilidan olib kelib qo'yganmiz. 42 litrlik, 47, 65, 90 zapchastlarimiz, mana bu gaz ballonlarimizni hammasida muammo emas. Endi bugungi mana video oladigan kunimizga mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa men avval ko'rganlaringda to'la edi, mana bo'shab qolibdi. Ish demak avjida. Endi tovarlar yo'lda kelyapti, xudo xolasa endi bugun video oladigan kunimizga endi shunaqa bo'lib qoldi, to'g'ri tushunasizlar. Zapchastlarimiz hamma zapchastlardan, har xil turdagi zapchastlardan olib kelib qo'yganmiz. Qarang Doniyor aka, endi anolarda, klientlarda, misol uchun mijozlarda savol tug'ilyapti. Qanday, misol uchun ustani o'zini tavsiyasi qanday? Misol qanaqa miyalar tavsiya qiladi? Xo'p, qanaqa miyalar yaxshi? Farqlarini tushuntirib bersangiz. Endi hamma zapchasti ham mashinasiga qarab, misol oddiy atmosferli motorlarga miyasi ko'pchilik tanlayotgan o'sha Yevropa gaz, Stag 200 Go Fast, Yevropa gaz brendi bor, Stag 200 brendi bor, Alex brendi ham yaxshi ishlayapti hozirgi kunga. Bularda uchalasi ham polskiy narsalar. Bularda hali misol Yevropa gazniki, Alexniki padelkasi hali chiqmadi. Padelkasi chiqmadi, bor, shunday. Stagdan bor demak. Shunday, Stagda padelkasi bor. Uni ko'rsatib bera olasizlar. Ko'rsatib beramiz, xudo xolasa hech qanaqa masala bo'lmaydi. Misol uchun qarang. Mana shuni ko'rsatib tushuntirib qo'yaylik. Bu Stag 200 Go Fast padelkasi. Padelka varianti, ha? Padelka varianti. Qayerdan biladi buni? Xitoy. Hozir originali bilan yonma-yon qo'yib sizga ko'rsatib tushuntiraman. Xo'p, mana muxlislar, xudo xolasa kuzatuvchilar, gap isboti bilan deganda mana oldilaringizda salafanlarni yirtib, buni bilan ochib ko'rsatib beradi, xudo xolasa. Tak. E'tibor beramiz. Bu ikkalasi ham Polshani ko'rinishida, lekin bittasi Xitoy, bunisi orqasida umuman farqi yo'q ekan, ha? Orqasida umuman farqi yo'q. Bunisi Xitoy, bunisi original. Shunday. Shtrix kodlarini ham bir xil qilib ishlab qo'ygan. Ko'pchilik mana usiga shestik rangi chuqurroq, sayozroq bo'ladi. Padelkaniki, originalniki chuqurroq bo'ladi. Keyin shuna qaraganingizda o'zi ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, bundan kileylari chiqib, o'zi padelka narsaligini bitta ushlagandan sezasiz yoki ko'rgandan sezasiz. Hozir originali boshqacha dizaynda kelyapti. Ya'ni ko'rinishini o'zgartirgan, tashqi ko'rinishini. Ha, bo'ldi, bu demak original. Shunday. Yaxshi ko'rinib turibdi o'zi. Bu original, bunisi padelka. Bu ikkalasining o'rtasida 500 ming so'm razницasi bor. Xillar misol uchun originalda padelka qo'yishi mumkin. Bizda unaqa narsalar ancha raznica qilar ekan. Shunday 500 ming so'm raznica beradi. Xo'p, mana muxlislar, xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Manfaatli, chiroyli videolar qilib beramiz. Arzon joylarda qo'yishni tavsiya beramiz. Endi sifatni saqlagan holatda kimga bir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, tagiga nomerlar qoldiramiz, ha? Asl nomerlar qoldiramiz. Kanalimiz yangi, xudo xolasa obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli, chiroyli videolar olishga harakat qilamiz.